Mo'minjon, 6 payt chekaverdi, tinchlikmi-ku? Sevgan qizim adasi bermayapti. Nimaga bermaydi? Damaschiga berarmish. U damaschilar qancha ham topardi. Ya to'g'ri, ko'p ham topmaydi Mo'minjon o'zi. Hatak normal. Yangi bozor, Cholguzar, Jahon bozorida mo'torasi uka. Behijolat siz bo'ldi. Ko'p pas to'g'ri. Sizlar sohillar normal, Damas shuni topadi uka. Gazingiz bosa oling. Damas haydaymi endi? San'atkormi bu aka? Ya qanaqa san'atkor? Damaschi bu. O'zi qo'riqchisi bilan yuryapti. Damaschidan boshqarib bo'lmay qoldi. Assalomu alaykum, O'tkir Shodmonov. Assalomu alaykum. Siz bloger edingiz, damaschilikka qanday o'tib ketdingiz? Endi damaschilikka hamma xohlasa xohlamasa o'tyapti. Ma'lumchi ham damaschi bo'lyapti, boshqa hamma kasb o'z damasga ura boshlandida. Endi asosiy topish tutishimiz damasdan bo'lib qoldi. Blogerchiliklar bo'lib turibdi, chay puli. Bunda lekin asosiy pul shu yoqda. Endi damas bu o'zgacha dunyo. Damas bu Malibu nima u? Malibuga 4 ta odam ketadi, 3 ta odam ketadi. Damasga 7 ta odam, 8 ta odam orzu qilgan odam damasga minaman deb yotibdi. Sizday bo'lish uchun nimalar qilishimiz kerak? Damaschi bo'lish kerak. Bo'ldi, boshqa yo'li yo'q. Damaschi. Qo'lim charchab ham ketmang. Olib qo'ying mana. Damaschilar shunaqa bo'ladi. Bitta bir og'iz so'z. Bo'pti, men charchamanglar, salomat bo'linglar. Men yangi bozor qatnashim kerak. Sog' bo'linglar. Nasib qilsin bizga ham. Yangi bozor deydimi? Damaschilar erta-to'nlar. Blogerlar o'sha hujumga o'tyapti. Voy! Damas to'la ko'chasi